PSG Chempionlar Ligasini yutganidan so'ng Usmon Dembelening oltin to'p uchun kurashishda imkoniyati oshdi deb o'ylaysizmi? O'zi men o'sha oltin to'p masalasida o'zimcha kriteriyalar qo'yib kelaman. Misol uchun menga berib qolishsa, shuni qaysi o'lchovlar bilan belgilayman deb qo'yaman. Juda ko'pchilik baribir yorqin lahzalarni eslaydi. Hech qanaqa raqam rol o'ynamaydi, statistika ham rol o'ynamaydi. Chunki statistika rol o'ynasa, ba'zi yillarda ba'zi futbolchilar olmasligi kerak. Yoki statistika katta sahnaga chiqqan paytlarini ham ko'rganmiz. Masalan, Lewandowski oltin to'p olish kerak deb ko'p gapirilgan paytda yorqinlik emas, balki uning bir mavsumda kiritgan gollari ko'p e'tirof etilardi. Har doim har xil mavsumlar bo'ladi o'zi. Ba'zi biz o'rganib qolgan futbolchilar nisbatan kichik inqirozga uchragan paytlari boshqalarning raqamlari o'lchanadi. Shunaqa paytda bu yili eng yorqin futbolchi shubhasiz hammani nazdida menimcha Yamal bo'lib turgandi. Va mana shu finalgacha men ham Usmon Dembele olishga haqli emas. Tortmaydi. Ya'ni bu PSG qilyapti, Luis Enrique qilyapti va shu tizimning ichida Usmon Dembele zo'r o'ynayapti. Usmon talantli yigit, lekin baribir tizimdan chiqqan yulduz ekanligidan kelib chiqib kechagi uchrashuvda fikrimni o'zgartirdim. Chunki kecha men aynan Usmon Dembeledan yulduzli o'yin kutgandim. Ya'ni fintlar, o'sha oltin to'p uchun kurashayotganligini bildirib harakat qilishi xayolimda bor edi. Sharhga kirib ketayotganimda. Xuddi Trivela qilib turib Yamalga o'xshagan paslar, Rafiniga o'xshab uzoqdan zarbalar, tinimsiz fintlar yo'q. Usmon Dembele favqulodda jim o'yinning asosiy bir qora mehnatchisi bo'ldi va jamoaning manfaatini o'zini shaxsiy sovrinidan ustun ko'rdi. Ya'ni umuman oltin to'pni o'ylamasdan o'ynadi. Va shundan keyin men oltin to'pni o'ylamasdan o'ynaydigan futbolchiga oltin to'p berish kerak dedim. Chunki bu to'g'ri, sog'lom qarash. Bu haqiqiy jamoaviy o'yinchi ekanligini ko'rsatadi. Shunaqa futbolchilar olish kerak. Kechagi o'yinda men Usmon Dembelening bir o'zi pressing qilib turib, majbur Di Markoga juda ko'p holatlarda to'p uzatishganini ko'rdim. Bu yaqqol sezilib turdi. Va Di Marko ham yo oldindagi Lautaro Martinezga uzatishi lozim edi. Boshqa variant yo'q edi. O'rta yopilgan edi. Vitinha bilan Neves Portugallar umuman muzlatib tashlashdi. Haligi tajribali Chalxano'g'lini, hatto Barellani. Barella eng ko'p yuguradigan futbolchi Interda, lekin shu Barella ham charchab qolganini ko'rdik. O'rtada foydasi yo'q edi. Markaz tamomiy Inter tomonidan yo'qotilgan edi. Shuning uchun faqatgina Di Markoni qoldirishdi. Hali yirtqich hayvonlar kasalini topishadi-yu, shu kasal qilib turib Di Marko tanlandi. Di Marko ikkita yo'l qolgan edi Di Markoda. Yo o'zi dribling qilib ketadi va to'pni yo'qotadi qayerdadir, yoki 50-50 yo'qotilishi mumkin bo'lgan pasni amalga oshiradi. Shu davomiy bu kuzatilganidan asosiy shu ishni qilgan futbolchi kim ekanligini ko'pchilik ilg'amadida. Aslida Dembele, Xvichi ikkalasi qildi. Ikkita futbolchi, to'rtta futbolchi qilish kerak bo'lgan pressingni qilib yurdi. Va juda ko'p vaziyatlarda xotirjam chapga o'tib turib o'ynab paslar beryapti o'sha Duening golida. Shuning uchun hali dunyo sen professional ishingni qiladigan bo'lsang, pul o'zi keladi ortingdan deyishadi-yu. Menimcha o'sha aynan oltin to'pni o'ylamasdan final oqshomida juda katta ko'lamli ishni bajarganligi uchun Usmon Dembele haqli deb o'ylayman endi. Va klublar o'rtasidagi jahon chempionati ham ta'siri bor. Oxirgi xotiralar esda qoladi jurnalistlarda. O'shanda ham Usmon porlasa kerak. Usmon ana endi o'sha joyda o'zining yana boshqa qirralarini namoyish etish mumkin. Kecha nafaqat Usmon, balki Xvichi ham ularning safiga kirdi. Doye ham kirdi. Bunaqa finalda ikkita gol, yana plus bitta golli uzatmani amalga oshirib turgan futbolchi faqatgina Golden Boy bilan cheklanmasa kerak. Shuning uchun o'ylashimcha Usmon Dembele oladi, olmaydi bilmayman. Ammo ko'p ehtimol ana o triodan oltin to'p ketdi.